Assalomu alaykum. Tamos Akfa YouTube kanali obunachilari. Xudo xolasa bugun Qo'qon shahar Naymanchada joylashgan obyektimizga yetib keldik. O'z egalariga topshirdik. Xudo xolasa o'z vaqtida hamda sifatli qilib bu xonadonimizga to'liqligicha Engilbek Termo 7000 eshik va romlaridan foydalandik. Shuni hozir bitta ko'rib chiqamiz sizlar bilan hamda ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berishga harakat qilaman. Qani ketdik. Bismillah. Xo'p, gilamni kirish eshik. Albatta O'zbekistonda nomerlardan bo'lgan Engilbek Termo 7000 eshiklardan foydalanganmiz. Qalinligi 7 santli, o'rtada poliamid termomosi bor. Suvni zo'r ishlaydi xudo xolasa. Ochilib yopilishlari endi inomarkaning eshigi bo'lyapti. Xo'p. Qani bo'lmasa boshladik. Bismillah. O'yindan boshlaymiz. Bu yer oshxona. Kirdi chiqdiga yon tomonga bir tabaqali eshik tashlab ketishgan ekanmiz. Bu yerga ham Engilbek Termo 7000 eshiklardan foydalanganmiz. Xo'p. Romlarimizga keladigan bo'lsak, akamiz aytdi, sploshniy bo'lsin dedi. Qanaqa profil tavsiya qilasiz? Albatta Termo 7000 deb. Chunki bu eshigimiz, romimiz alyumin material bo'lgani uchun aynan 280 ni ham sploshniy holatda ocha oladi. Qalinligi 7 santli, rom uchun mo'ljallangan profilda bo'ladi. Ko'pchilik o'zi faqat Termo 70 ta eshigi bo'ladi bo'lar. Mana romi ham bor. Xo'p. Oddiy hamda двойной karmat, ya'ni forchkasi bor o'zida. Двойной ya'ni yo'q. Oddiy holatda ham ochib qo'yamiz. Oynalari 2 qavat, o'rtalariga shatlanka 1.8 lardan foydalanganmiz. Xudo xolasa to'kli pollar haqqi bor. To'kli pol qilinsa, yana ham chiroyli ko'rinish beradi xudo xolasa. Qani keyingi xonamiz. Hop, bu xonamiz ham mehmonxona. Bunga aynan o'rtadan bitta ochilish, rom tashlab ketilgan. Oddiy hamda doimiy format. O'rta hol qilingan shunaqangi. Keyingi xonamiz bu yer katta ehtimol bilan o'sha birorta endi detskimi shunaqa bo'ladi. Bularda yon rasmiylarimiz sal kichikroq bo'lgani uchun, ya'ni 1.52 210 bo'lgani uchun Engilbek 7000 PVX, ya'ni plastik kumitli romlardan foydalanganmiz bu yerga. Ochganda qalinligi 7 santi, rezinasi 3 ta bo'ladi. Tashqi rezina, o'rta rezinasi hamda ichki rezinasi. Nemetskiy Rotos yumshqalaridan qo'yganmiz. Engilbek yozuvlari bor. Haqiqiy originalda mana shunaqangi brendlar yozilgan bo'ladi. Patagonik, ya'ni tosh bo'yaman deyishuvda aka. Toshga haqlari bor, yon tomonlariga bo'lsa e'tibor qilasizlar. Maxsus plankalar orqali qotirilgan, uni teshib qotirmaganmiz. Bu xolasa shunaqangi holatda montaj bo'ladi. Hop, bu kichikroq xonalarimizga forchkalar qo'yilgan. Orqa tomonimizdagi romdan Engilbek 7000 dan foydalanganmiz. Oddiy holatda ochiladi hamda doimiy formatda ishlaydi. Bemalol mana shu holatda foydalansa bo'ladi. Hop, ranglarimiz Aleksandr Zit, Mokriy svet. Mokriyni haqiqiy to'qi bo'ladi. Endi ikkinchi etaga chiqamiz. Hop, ikkinchi etaga chiqish jarayonida ko'pchilik shunaqa 4 metr, 5 metrli romlar tashlab ketishyapti. Termodan foydalanganmiz, sababi razmer katta, deformatsiyaga uchramaslik uchun. Ochsak, uyda shamollatishga ham udobni. Двойноyni ko'tarib qo'ysa, bu tarafga qatnovga xalaqdan bermaydi. Sirkulyatsiya bo'laveradi. Bular ham termoda. Oynalariga e'tibor qilasiz. Oynaga oq qora. Misol uchun bu yerda ko'rinmasligi mumkin, lekin mana tashqidagi oyna ko'ringlar. Nimaga? Chunki obyektdan keyin quyosh tushadi. Uy ichining haroratini oshirib yuboradi. Shu boisdan klient qora oyna qo'yib beriladi. Uyda ichiga oq oyna qo'yganmiz. Tashqarini yorug' ko'raveradi. Davom etamiz. Bu ham katta hol.
ikkinchi etajdagi. Bu yer spalni. Tagida tosh haqqi bor. Ikkinchi etajga e'tibor qilinglar. Uchkasini Velskiy bezapasiya Hoppe hamda uchkalarni qo'yib berganmiz. Mana Hoppe. Bu yer Lemenskiy. Velskiy bezapasiya, ya'ni rom ochaman desa yosh bolalar ochavermaydi. Kattalar baribir bosib ochsa bemalol ochilaveradi. Shunaqangi ikkinchi etaj uchun mo'ljallangan o'zini maxsus apparatlarni qo'yilgan. Oddiy hamda divanli formatda ishlaydi. Bular ham oynaga e'tibor bering. Qora oynalarni qo'ygan. Engelberg 7000 tabaqalar romlar. Xo'yim sovib ketdi. Ammo biz videoga tushish uchun satayni olishimiz kerak, iloji yo'q. Hop. Penalar urilgan yonlariga to'liq o'zini maxsus plankalar orqali montajlab bo'lgan. Romni teshilmagan. Bularda ham Velskiy bezapasiya boshqa. Engelberg 7000 romlar. Siz davay kiyimlari bu yerda ham forchka qismlariga 6,5 mikroplasmalar forchkalar qo'yilgan. Hop, yana bu yana tepadagi ham oshxonasi endi spalnimi, bularga ham termo 7000 romlar qo'yilgan. Oddiy hamda divanli formatda ishlaydi. Romimiz razmeri 1.60. Ayoy 1.80 ga 2.80. Shunaqangi katta razmerlar. Ikkinchi etajimizda eshiklari, ikkala chekkasi gul qo'yib, o'rtada ikki tabaqali eshik, xuddi past singari. Endi bu ichkariga ochish qilganmiz. Sababi tashqariga ochib qo'yadigan bo'lsak, tashqariga ertadan keyin bu dumaloq divanlar qo'yib, bufelarcha o'tiradigan joy bo'ladi. Xohlasa. Hali bu yerlarni chiroyli qilib o'zlari o'rasi, xavfsizliklarni hisobini olib, romlarga ham xuddi shu agrechinalarni qildirib qo'yishadi. O'tirib, kofe ichib o'tiradigan joy bo'ladi-da. Engelberg termo 7000 eshiklari qo'yilgan ekan. Suyutlari Aleksandr Gazit. Eshiklarimizni qulflanishi e'tibor qilinglar. Shu yopilishi zo'r. Tushgan tepaga ko'taramiz. Tepa past tortib oladi. Qulflaymiz. Burchka bloklanadi. Aynan mana shu holatda ishlaydi. Termoni stupleniya zamochkalari qo'yilgan mahsus. Men maqtovlarni. Buni arzonlari ham bor. Arzonroq tushadi. Lekin biz 3 yildan 5 yilgacha kafolat berganmiz hisobiga, ya'ni 3 yildan 5 yilgacha to'liq kafolat beramiz. Uchkasiga, ochiladigan mexanizmlariga, DD petlalariga, любой holatda sizda aybingiz bilan buzilib qolgan taqdirda ham biz 3 yil ichida bepulga alishtirib beramiz. Shuning uchun kafolatli, ya'ni qimmat mexanizmlardan foydalanamiz. Yerdagi romlarimiz ham termolar qo'ygan. Xohlasa. Aynan shunaqangi hashamatli qurib qo'ygansiz. Eshik romlariga navbat keldi. Kimga murojaat qilishdi yoki qaysi seriyalardan foydalanishni bilmayapsizmi? Tamom sahifaga murojaat qiling. Bizni Toshkent shahar, vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qonda o'z ishonchli ofislarimiz bor. Ofislarimizga kelib, eshik romlarni ko'rib, ochib yopib ko'rib, narx-navolarni chiqartirib, agar o'lchamlarni olib kelsangiz agar yokida bepul o'lchov, ya'ni uyingizga chaqirib dizayn qildirishlaringiz ham misol mutlaqo bepul. Tamom sahifaga murojaat qilinglar. Eshik romlarini aynan shunday go'zal holatda bitirib beramiz. Ushbu xonadonimizga adashmasam 100 million atrofida tushdi mana shu eshik romlar. Eng zo'ridan qo'ydirishdi. Endi albatta profillariga qarab, qaysi seriyadan foydalanishimizga qarab, narxi budjetnilar yoki o'rtachalari ham bor. Endi bu yerda hammasi premium variantda ishlangani uchun narxi shunaqa, ya'ni 100 million atrofida PLS bilan bityapti bu xonadonimiz. 1.8 shatlankalari ichida, xudo xolasa, termolari, 3 yildan 5 yilgacha kafolatlari, dastlabki o'rnatib berish hammasi mutlaqo bepul, xolos shu narxda ichida. Agar sizga ham eshik romlar xizmatlari kerak bo'lsa, tamom sahifaga murojaat qilinglar. Nomerlarimiz aynan mana shu ekranda 810 10 raqamiga murojaat qiling, operatorlarimiz siz bilan bog'lanishadi.
Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Tamos akaga murojaat qiladi. Tamos, uyingiz asrlarga chidamkor bo'lsin.